Original mexanik seriali Garaj afsonalari taqdim etadi. Elektr kuchli deding. Asfalt qila olaman deding. Lo'yni ko'rib qochib ketding-ga, qo'rqoq. Men qimmatbaho mashinaman. Sen o'yingdagi lo'yingda o'ynaver. Meni ustim iflos bo'lishi mumkin emas. Yoshlar, haqiqiy mardlik motorning kuchida emas, yurakda bo'ladi. Bu shaharda juda ko'p shovqin ko'tarib yubordinglar. Bu kim o'zi? Qayerdan keldi bu maxluq? Men Qora Kulaman. Bugundan boshlab bu ko'chalarga men xo'jayinman. Hammang menga bo'ysunasan. O'zbekistonda bunaqa qoidalar o'tmaydi, o'g'ayni. Biz hech kimga qaram emasmiz. Saxa, bitta oddiy arzon mashina menga qarshi chiqmoqchimi? Meni motorim seni butun avlodingdan qimmat turadi. Gentra, jinnilik qilma. Bu hammamizni yanchib tashlaydi. Qochish sening odating, BYD, lekin men orqaga qaytmayman. Juda yaxshi. Unda kelasi yaxshi o'lim trassa uchrashamiz. Yutqazgan bu shahardan chiqib ketadi. Shinalar ishga tushdi. Men ketyapman. Yo'qot tutun ichida qoldi. Yo'qlar bo'g'ilyapti. BYD oramizdagi urushni vaqtincha to'xtatamiz. Bu yirtqichni faqat birga yengishimiz mumkin.